Biz yana BMG darslarini davom ettiramiz. Hozir navbatdagi darsimiz 12-darsga yetib kelganmiz. 12-darsda 3D obyektlar bilan ishlash haqida siz bilan gaplashamiz. Agar vaqtimiz yetadigan bo'lsa, obyektlarga material berishni ham shu bitta video darslikda ko'rib o'tib ketamiz. Hop, birinchi navbatda BMG Drive o'yiniga kirib olaman va sizga birinchi navbatda ko'rsatadigan narsam biz 3D modellarini oldingi darslarimizda aytib o'tganimizdagi kabi, ya'ni Asset brauzer orqali qo'shib olishimiz kerak. Asset brauzerni biz ochgan vaqtimizda mana ko'rib turganingizdek, menda hech qanaqa 3D obyektlar bu yerda mavjud emas. Shuning uchun men o'yindan chiqib olaman. O'yindan chiqib ketaman-da. Endi qiladigan ishim sizga mana shu modlar tashlab beriladi. Albatta, bu modlarni siz Telegram kanaldan, guruhimizdan olsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu yerda Batman, Kapitan Amerika, Doctor Strange va boshqa Thanos, Spider-Man va boshqa personajlar bor. Bularni biz olamiz, nusxasini ko'chiramiz. Endi biz qaysi kartadan foydalanadigan bo'lsak, o'sha kartaga tashib olishimiz kerak. Misol uchun men boyaga foydalangan kartamning nomini bilaman. Sizda agar karta yo'q bo'lsa, o'zingiz foydalanayotgan kartani nimasidir tahrirlaysiz va o'sha kartani qaytadan saqlanib qilsangiz, ana shu karta Levels degan joyda chiqib keladi. Birinchi lokal bo'limiga kiramiz. BMG ning o'ziga kiramiz. BMG Drive, Current va bu joydan Levels degan joyga kiramiz. Levels bu bizni kartalarimiz joylashadigan, ya'ni xaritalarimiz joylashadigan joy hisoblanadi. Hop, bu yerdan kartaning ichiga kirib olamiz va mana shu joyda mana e'tibor bersangiz, oldingi darsimizda lava tashlagan edik. Mana shu joyga Marvel modlarini shunchaki tashlab qo'yamiz. Xolasak bu yerga 3D obyekt deb, ya'ni 3D model deb keyin tashlasak ham bo'ladi. Bizni Asset brauzer orqali oson topib olishimiz uchun. Buni ahamiyati yo'q. Misol uchun 3D model. Hop, buni ochib olamiz va shu joyga tashlaymiz. Hop, endi qiladigan ishimiz BMG Drive o'yiniga kirib olamiz. Hop, o'yin kirganimizdan keyin F11 tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda mana Asset brauzer yangilanmoqda, ya'ni bu o'yinda, ya'ni bu kartaning ichida nechta model, nechta mod bo'ladigan bo'lsa, barchasini hozir analiz qilib chiqmoqda. Hozir bu 100% bo'lishi bilan bizda barcha modlar ko'rinishni boshlaydi. Hop, mana ochib oldik va bizda mana 3D model degan papka bizda ko'rinishni boshladi. Bu papkaning nomini biroz noto'g'ri yozibman. E'tibor bermaysiz bunga. Hop, misol uchun bizga qaysi Batmanni kerak? Birinchi Spider-Mandan boshlaydi. Spider-Manni 3D modeli kerak. Birinchi Spider-Manga bitta bossak, bizda mana o'yin ochiladi va buni DAE deb yozilgan DAE formatdagi holatda biza kartaga tashlashimiz kerak. Buning uchun o'zimizga qulay joyga kelib olamiz. Ya'ni o'zimizga qulay bo'lgan joyga turib olamiz va shu joydan biz Spider-Manni shunchaki ushlagan holatda olib kelib shu yerga joylashtiramiz. Endi bizga kompyuterimiz klaviaturasida, ya'ni chap tomondagi raqamlardan foydalanamiz. Tepa qismdagi, misol uchun 1 ni bosadigan bo'lsak, bu joylashuvni anglatadi. 2 ni bosadigan bo'lsak, bu aylanasini, 3 ni bosadigan bo'lsa esa buni katta kichikligini anglatadi. Shu joyda bitta narsani unutmasligingizni so'rab qolaman. Misol uchun buni razmerini o'zgartirishni bosib, agar bizni yonga, keyin tepaga alohida ko'taradigan bo'lsa, buni proporsiyasi buzilib ketadi. Ya'ni modlaringiz qanaqadir xunuk ko'rinishga kelib qolishi mumkin. Misol uchun mana bunaqa bo'yi pakana bo'lib qoladi, nisbatan semiz bo'lib qoladi. Bu juda ham xunuk bo'ladi. Shuning uchun bu proporsiyani buzib qo'ymaslik uchun inspektor bo'limiga o'tamiz. Inspektor bo'limida mana biroz kattalashtirib, kichkinlashtirgan vaqtimizda bizda mana bu yerda scale, ya'ni razmeri har xil o'zgarmoqda. Mana shu narsani hammasinikini bir xil qilishimiz kerak. Agar bittasini 3000 ga qo'yadigan bo'lsak, qolganini ham shu 3000 ga qo'yishimiz kerak. Shunda bu proporsiya to'g'ri ishlaydi va bizning 3D modellarimiz o'zini chiroyini, o'zini ko'rinishini yo'qotmaydi. Har tomonlama yaxshi holatda saqlanadi. Agar buni razmeri sizga to'g'ri kelmasa, misol uchun juda kattaroq qilmoqchi bo'lsangiz, aytaylik
5 razmer qo'yishingiz mumkin. Hozir model tanlab olmadi. 5 ko'rdingizmi? Bir tomonga kengaydi, ikkinchi tomonga kengayadi. Qalinligi hamda buni bo'yi 5 razmerga to'g'ri keladi. Hop, birinchi modda joylashtirdik. Endi biz ikkinchi modda joylashtirishimiz uchun, ya'ni xuddi shunday Asset Browserga kiramiz. Asset Browserdan boya Spider-Man oldik. Endi Loki'ni qaraymiz. Loki'da ham mana DI formati bor. DI formati shunchaki tashlaymiz. Va bu joydan endi inspektor bo'limidan razmerni 20000. Hop, 5000 qo'yaylikchi. Hop, buni ko'rmadi hozir o'yinning ichida. Hozir buni ko'rishimiz uchun Material Editor bo'limiga o'tamiz. Select from Selection'ni bosamiz. Va bu joydan materialni tanlaymiz. Material lekin ko'rinib turibdi. Bizda negadir mod ishlamadi. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Material ko'rinib turibdi, lekin bizda Loki'ni modi ishlamayapti. Asset Browserda yana boshqa bir modni qo'shib ko'ramiz. Misol uchun Hulk qo'yib ko'ramiz. Buni ham mana DI formatini olamiz. Tashlaymiz. Endi buni inspektor bo'limidan razmerlarni to'g'rilab chiqamiz. 5000 qo'yib ko'ramiz. Shu joyda bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rayman, qarang. Ikkalasiga ham 5000 razmer berdik. 5000 razmerni berdik, lekin Spider-Man Hulkdan ko'ra nisbatan kattaroq. Endi bu modlarning o'zini qanaqadir o'zining sozlamalari bor, ya'ni saqlanib qilingan razmer bor. Ya'ni dastlabki holatga nisbatan bu 5000 barobar kattalikni anglatadi. Endi buni Spider-Manni biz 5000 qo'ygan bo'lsak, endi buni 20000 qilishimiz mumkin. Yani 20 qilganimizda Spider-Man bilan deyarli bir xil holatda bo'ldi. Agar siz buni bo'yini bundan ham zo'rroq qilmoqchi bo'lsangiz, 30000 qo'yishingiz mumkin yoki mana shu holatda biroz bo'yi pastroq holatda qolishini xohlasangiz, shu 20000 holatda qoldirsangiz bo'ladi. Endi bu joylashuvini keyinchalik o'zingiz yana o'zgartirib olasiz. Birni bosib yoki ikkini bosib aylanasini to'g'rilaysiz. Xohlasangiz bir-biriga qaratib qo'yasiz. Bu yog'i endi siz o'zingizning g'oyangizdan, video storydan kelib chiqqan holatda amalga oshiriladi. Demak, shu bilan 12-darsligimizning birinchi qismi o'z yakuniga yetdi. Keyingi darslarimizda 12-qismda biz materiallar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, materiallar ko'rinmay qolsa, biz qanday harakat qilishimiz kerak? Mana shu narsa haqida siz bilan gaplashib o'tamiz.